Бүгін оқидыған yana bir kitabımız Ali Baba. Burunun burnusida bir avuk yaşaydı ekan. Akısı bolsa bek boy ekan. Akısının ismi Qasim ekan. Lekin u shuncha boy bolsa-mu, nihoyatda pixsiq ekan. Ukisiga bir dam pul bermaydi ekan. Uning inisining ismi Ali Baba ekan. U inisi bolsa ham kambag'al ekan, lekin ko'ngli bek yaxshi ekan. U faqat toqqa chiqib, o'tin kesib, o'tinlarni xalqlarga setib, ondan keyin jinni boqadi ekan. Lekin u kambag'al bo'lsa-mu, xalqlar uni bek yaxshi ko'rdi ekan. Shom bir kuni u toqqa chiqib, o'tin kesgili mengibdi. Mengib o'tib, bir yerda varon-churon ovoz anglabdi-da, u daraxtning uchiga chiqib anglab turibdi. Bir to'p qaroqchilar bo'lsa, bir tog' o'nkining oldiga kelib, "Kunjut, eshikni och" debdigan. O'nkining eshigi bo'lsa, g'arq ichilibdi. "Vau! Kunjut, eshikni och" deganchu bir sehrli gapga emasmi? Shuning bilan birdan keyin bu qaroqchilar o'z bo'lib kelgan har nocha oltin, kumush, har mojalarning hammani o'nkirga sap qo'yib, hammasi yenib chiqadi ekan. Ondan keyin ishni itilgan chog'da kunjut, ishni yop deydi ekan-yu, heliqi o'nkirning ishki g'arq yopildi ekan. Buni ko'rib Ali Baba hayron havas qopdi-da. Hayron qopdi. Shuning bilan o'zini sinab boqmoqchi bo'ldi. Shu qaroqchilar ketgandan keyin u asta daraxtdan tushibdi-da, heliqi o'nkirning oldiga kelibdi. Shuning bilan debdi: "Kunjut, eshikni och" deb baqiribdi ekan. Degandekla heliq o'nkirning og'zi g'arq ichilibdi. Ba'zi chaqda biz o'nkirni g'armi deb qo'ymiz, g'ar. Shuning bilan Ali Baba uyga g'at kirsa, "Vau! Nim degan jiq oltin kumushlar bu? Vah! Nim degan chiroyli ma'lumotlar. Vau, qarangma, uzukninki ko'zi ajab cho'ng olmos ekan-a? Vol baqiribdi. Qarang, ma chaynak oltinni yasalganki." Shunda Ali Baba xushal bo'lib ketibdi. Shuning bilan u oltin kumushlarni ikki eshigiga besib, shundan bozor o'zining mahallasiga qaytib kelibdi-da. Shuning bilan bolalarga tomoq berolmagan, och qolgan, bolalarga o'yinchoq olib berolmagan kambag'al uylarga bu oltin kumushlarni taqitib beribdi. Ondan keyin bu bo'lgan ishlarni akasiga so'zlab beribdi. Bu akasi buni anglab, deb toz anglabdi. Kech bo'lganda Ali Babag'im demasdan toqqa o'zininki borliq eshaklarini yig'ib toqqa chiqibdi-da. Inis deb bergan bo'yicha heliqi g'orning oldiga kelibdi. Kunjut, eshikni och debdi-ga, eshik g'ar ichilibdi. Bu ochko'zboy shunchalik xush bo'lib ketibdi. Shuning bilan heliqi 10 eshikdagi butun tag'ab bo'g'ini ko'tarib, g'orning ichiga shunda kiribdi ekan. U yerdagi boyliqlarni ko'rib, hang-tang qopdi. Ochliqiga boqmay, shu butun boyliqlarning hammani tog'a-tog'alarga qachilabdi. O'nki bu vaqt qarasa, heliqi g'orning eshigi etilib qolgan. Shuning bilan u g'orning eshigidan chiqolmabdi. Eshikni ichini zodi bilmay qoldi. U debdi-da: "Voy eshik, ichil" desa ichilmabdi. "Voy kumush, eshik ichil" desa ichilmabdi. "Voy beshim, eshik ichil" desa ichilmabdi. "Voy yo'g'on qo'saq eshik ichil" desa ichilmabdi. "Voy qandoq gap bu" debdi. "Voy jinim eshik ichil" desa ichilmabdi. Shuning bilan qandoq desam ichilmabdi, lekin shu orliqda heliq qaroqchilar varon-churon chira baqirib kelib qopdi.
Şunun bilen ular qarnın içi kirdi-de. Heliq açgöz bayını körüptü. Şunun bilen onu çapa-çap qıplam urub-urub öldürüp qo'yuptu. Lekin ular bu qarnın tigi baylıqlarning kam bo'lib qolganini his qilibdi-da. Bu qarashlar tarap-tarapga yugurib, kimning ap qochganligini izlabdi. Ular bozorlarga berib, oxiri buni Ali Babalik bir bolaninki bu boyliqlarni xalqlarga jiq boyliq berganligini bilibdi. Shuning bilan uning ishiga bir chambarak sizib qo'yibdi, shumaloq qilib. Shuning bilan Ali Baba uy sala bozordan kelib, uyga kelay deb kiray deb qarasa, ishkida bir chambarak tug'an. Ali Baba bek aqlli ekan. Bu chambarakning bekor o'zining ishga silib qolganligini his qildi-da, buningda bir shumliq bor deb butun kanatiklarning uyining ishiga hammasiga o'xshash qilib chambarak sizib qo'yibdi. Shuning bilan kech bo'pti, qorong'i tushibdi. Heli qaroqchilar bo'lsa qiyo-jiyo qilib bu kanatga kelibdi. Shuning bilan qarasa, hamma ishda o'xshash chambarak tug'an. Ular Ali Babaning uyini zoda topolmabdi. Ular u yoq qarabdi, bu yoq qarab topolmay ketib qolibdi. Buni anglagan nima? Qaroqchilarning boshlig'i bek ochiq gap ketibdi. Dötlar, qarama dötlarni shunchalar o'yatgan, shunchalar odamlar turib, bir Ali Baba degan yalang to'shni topolmabdi deb shunda qopibdi. O'zim tushay deb u kentga beribdi tog'dan. U qaroqchilar odatda tog'da turdi ekan. Shunlar bu kentdagilar tog'ning bag'rida yashaydi ekan. Shuning bilan u bir may sotadigan odam bo'lib, shu kentga beribdi. U 40 tonni ap mengibdi. Uning ikkisiga may qachlab qolganlarga har bir tonning ichiga birdan qaroqchini solab mengibdi. Shuning bilan u bir savdogar bo'lib olibdi bu yerda. Shuningla kech bo'lganda u Ali Babaning ishkini qiqib, men bir savdogardim. Bugun kech sizning uyingiz qunib qolsam, men sizga 2 ton may berman debdi. Shuning bilan Ali Baba ma'qul debdi. Ali Baba o'ylabdi, mush oylarda koronavirus bo'lyotidi. Talada may topmoqmi oson emas. Nurg'un uylarda may tugdi. Men buni ap qilib, atlikka uni boshqalarning uyiga olib beray. Ular o'xshtib, bu maylarda sey qo'rib, tomoq etib yesin debdi. Deb o'ylabdi. Shuning bilan u boyni nihoyatim yaxshi kutibdi. Orliqda u chirg'ining meyi tugab ketibdi. Burungi chog'da uyda tok yo'q ekan. Ular faqat may qo'yib, anadagi sham yurdi degan. Shundan heliqi uyga kirib, maydan shunda olay deb tursa, boshqa tonlardan gudugudung qon ovoz anglabdi. Voy, bu nima karomat debdi-da Ali Baba bilibdi. Boshqa tonlarda may emas, hammasi qaroqchi borligini bilibdi. Debdi-da udurlab ayolning yoniga kirib, yo'g'on qozonni esingda toza bir may qaynating debdi. Shuning bilan Ali Babaning ayoli Ali Baba degani bo'yicha qilibdi. Ali Baba bo'lsa u maylarni toza har bir qaroqchi bor tonning ichiga to'kibdi. Voyjon debdi-da unchuqlar o'libdi. Shuna qilib 40 qaroqchimi shu tonlarning ichida o'libdi. Onandikin asta qaroqchilar boshliqning yoniga kelib, u qaroqchining boshlig'ini o'ttiribdi. Shuning bilan Ali Baba bu qaroqchilar bulab-talab qilgan barliq boyliqni, oltin, kumush, har esil narsalarni hammani xalqqa qaytarib beribdi. Xalqlar baxushal bo'pti. Hamma odam baxush bo'lib ketibdi. Ular o'jiq pullarni ilib, bolalarga o'yinchoq olib beribdi. Bolalarning uyini har nochi jasab beribdi. Bolalarning ba'zilari debdi, qizlar debdi, mening uyimni Jasminning uyidek malikadek yasab beringlar desa,
o'g'illar debdi-da, "Vau, mening uyimni-chu uchar polvonnigidek yasab ber" debdi. Shuning bilan opstatsi hamma bolaning uyini shunday chiroyli yasab beribdi, ularga jiq o'yinchoqlarni olib beribdi. Shuning bilan tugabdi.